Bizdan 250 minggacha ko'p hovli so'radinglar. Sizlarga bitta zo'r hovli topganman. Yangi mahallada yangi hovli bo'ladi. Ko'chalarni qarang, polni yangi hovli qurilyapti. Qaddi baland, juda ham chiroyli uylar tushyapti. Ertaga bilan remontlari bitgandan keyin elitniy mahallaga aylanadi. Hozir sizlarga ko'rsatadigan o'yim 2-3 sotuv bo'ladi. Fasad 10 metr, ichkariga 23 ekan. Xo'sh, bu endi qurilgan, remontlarni chiroyli qilib qo'yishgan. Ko'rsanglar bo'ladi, ichkariga bemalol 3 ta mashina sig'adi. Uyimizning eng zo'r tarafi orqa oldi ko'cha bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Tegi 100% podvol, 7 ta xonadan iborat, 4 ta sanuzul bor. Ko'ryapsizlar, fasad ishlari, ichkarida zina ishlari va eshik ishlari qolgan. Qolgan hamma ishlarini chotki qilib, remont qilib, tayyor qilib qo'yganlar. Narxi bo'lsa $230 ming ulgurib qoladigan joyga qaranglar. Ichkariga kirganingizda shunaqa hol ekan. Restoranlargacha ilib qo'yibdilar. Bu yerdan podvolga tushamiz, ikkinchi qavatga chiqamiz. Birinchi qavatdagi zalimiz. Remont lyustralari tayyor bo'ldi. Aytganimdek bo'tga zina qilish kerak, eshik qo'yish kerak. Qolgan ishlari tayyor holatda oshxona mebellarigacha qo'yib qo'yishibdi. Texnikalarni kelishib olasizlar. Xo'sh, bu yerda sanuzlimiz joylashgan va spalni. Juda ham akkuratni, juda ham did bilan remont qilingan ekan. Ikkinchi qavatdan hozir ko'rsataman.